soat 1da telefon qildim. Kecha Odil, men hammamiz o'tirdik. Mana Odil tirik bo'lsa, Suriya, Jasurga telefon qildim. Jasur bilan efirda yozdim. Telefonni ol dedim. Desam, terpinglar, men sen bilan gaplashmayman dedi. Ha, bo'pti dedim. Keyin Jasurga telefon qildi yonimda Odil. Keyin WhatsAppdan men ko'rinib turibman, u ko'rgan. Shunda oldi, az bilan gaplash dedi. Jasur dedim, bitta video qo'yasan, men ham dedim, onang so'kkan bo'lsa, kechirim so'rab video qo'yaman dedi. Men dedi, yozib bo'lganman dedi. Ha, xo'p, yozgan bo'lsang, qonunni bilib turib yoz, demiş qilib dedim. Qonunga aqling yetami sen yozishdan oldin dedim, bir kallangni ishlatgan holatda yozaldingmi dedim. Desam, men yozdim, vakansa boraman. Oy, seni u 69, 79 akalaring turib beradi. Men senga %100 aytaman, men yozaman. Hech kim oldingda qolmay qoladi dedim. Birorta odam oldingda turib beradi qoladi dedim. Hamma qochib ketadi dedim. Ishanaver dedim. Men senga aytaman. Men hammasini qochirib yuboraman dedim. Hammasi ketib qoladi oldingdan dedim. Turib berolmaydi dedim. Meni bitta kattakon akam yozdi dedi. Meni kattakon akam, bitta akam yozdi deydi menga. O'sha kattakon akamni ham olib kelasan dedim. Yozgan bo'lsa yozur, tamom dedim. Keyin talab turdim. Bu nimalarki dedim, elyorlarki dedim men. Keyin uxlab turdim, telefon kelgan, daho telefon kelgan. Keyin turdim, nima bo'ldi ekan dedim. Ko'zimni ochdim. Bet-qo'limni yuvdim, tish-pishimni yuvdim, yana keldi. Keyin Toshkentdan dedi, Olmaliqmi? Qayerdandir ariza tushdi ustingizdan dedi. Nima bo'yicha aka dedim. Jo'rayev Jasurbek 1993-yil. Xullas shunaqa. Xo'p. Nima bo'yicha dedim. Efirda onasini so'kkan ekansiz dedi. Xo'p. Shu bo'yicha. Xolasiz vodiyga boraman, o'zingizdan ariza olib kelaman. Xolasiz menga ertaga pochta qilib, tushuntirish xati qilib, siz ham obratdan yozib chiqarib yuboring dedi. Хорошо, bo'pti, tamom dedim. Bandaga salom edi. Voy. Bizdan yozuvchi chiqmagan terpinglar 79lardan chiqadi. Assalomu alaykum 79lar terpinglar bolalari.